Assalomu alaykum, buyurning xalqim, buyurning texnika obunachilari. 4-fevral kunda ishimiz ko'rishingiz mumkin. O'zlarimizning ko'chamizda bo'ldi. Ikram do'stimizning uyida bo'ldi. Bu mestini ko'p odam biladi. Uyida mana magazin ochib qo'yibdi. Zo'r magazin. O'zlarimiz ham shu yerdan produktlar yetamiz. Kelishingiz mumkin. Zo'r produktlari свежий sotib o'tiribdi. Arqa tarafında mana burundan bir uyilib yotgan to'proqlari bor ekan. Shu to'proqlarni yayib berdik. Balxona solajak, xudo xolasa. Kantopkalari shunday bir 2 metr bo'lib yayilib yotgan ekan burundan. Shularni bir kantopkalarni qirib olib, to'proqlarni akib tashab berdik malxona o'rnina. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aytaverasizlar, bemalol. Podpiska qilib qo'yamiz. Kanalda yangilar bo'lsa, hammaning shunday bir yaxshi kunda xizmat etmoq nasib etsin. Maksimalni tarqatib qo'yamiz videolarni. Hammaning ishlarini omad, rahmat hammaga.